...2025 Chevrolet Seeker yangi avlod krossoveri zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va kundalik qulaylikni birlashtirgan model sifatida bozorga chiqmoqda. Ushbu video davomida biz Chevrolet Seekerning tashqi ko'rinishi, ichki saloni, texnik ko'rsatkichlari va umumiy imkoniyatlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Avtomobil dizayni brendning so'nggi uslubini aks ettirib, agressiv old panjara, ingichka LED farlar va aerodinamik kuzov chiziqlari bilan ajralib turadi. Yon tomondan esa baland klerens va sportcha siluet Seekerni shahar va sayohat uchun mos tanlovga aylantiradi. Ichki makon haqida gapirganda, sifatli materiallar, ergonomik o'rindiqlar va keng joylashuv darhol seziladi. Markaziy konsolda katta sensorli ekran joylashgan bo'lib, u multimedia, navigatsiya va avtomobil sozlamalarni boshqarishni osonlashtiradi. Raqamli asboblar paneli haydovchiga barcha muhim ma'lumotlarni aniq va tushunarli tarzda taqdim etadi. 2025 Chevrolet Seeker zamonaviy xavfsizlik tizimlari bilan jihozlangan bo'lib, ular orasida adaptiv kruz nazorati, yo'ldan chiqishni ogohlantirish, kor zonani kuzatish va favqulodda tormozlash funksiyalari mavjud. Bu tizimlar nafaqat xavfsizlikni oshiradi, balki haydashni yanada ishonchli va xotirjam qiladi. Texnik jihatdan Seeker bir nechta dvigatel variantlari bilan taklif etilishi kutilmoqda. Yoqilg'i tejamkorligi yuqori bo'lgan benzinli motorlar shahar sharoitida ham, uzoq masofalarda ham barqaror ishlashni ta'minlaydi. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq ishlashi va osma tizimining muvozanati yo'lda qulaylik darajasini sezilarli oshiradi. Chevrolet Seeker oilaviy foydalanish uchun ham juda qulay bo'lib, yukxona hajmi kundalik ehtiyojlar va sayohatlar uchun yetarli. Orqa o'rindiqlar buklanganda esa yanada katta joy hosil bo'ladi. Ushbu video orqali siz avtomobilning real hayotdagi imkoniyatlari, raqobatchilar bilan taqqoslanishi va kimlar uchun mos ekanini bilib olasiz. 2025 Chevrolet Seeker dizayn, texnologiya va narx muvozanatini izlaydi.